har birimiz hayotda qanaqadir xatoliklarga yo'l qo'yamiz. Ya'ni har bir inson xato qilishga haqqi bor, lekin shaxsiy hayotda, oilaviy hayotda hech birimizni xato qilishga haqqimiz yo'q. Chunki qanaqadir munosabatlar yomon bo'ladigan bo'lsa, biza kimnidir aybdor qilamiz. Ya'ni kimlarnidir yolg'on gaplariga, munajjimlar bashorati deymizmi, qanaqadir bashoratlarga ishonishga tayyormiz. Lekin har bir baxtsizlikni asl negizida o'zimiz sababchi bo'lishimizni ko'pincha tan ololmaymiz. Har bir ayol va erkak o'z hayoti uchun, baxtli hayot kechirishi uchun o'zi mas'ul hisoblanadi va mana shunday insonni baxtli hayot kechirishi uchun tavsiya qilinadigan juda ham ko'p ajoyib kitoblar, materiallar bor. Shulardan biri ayol erkaklar haqida nimalarni bilmaydi va erkaklar ayollar haqida nimalarni bilish kerak deb nomlangan ustozimiz Saidmurod Davlatovning ajoyib kitoblari bor. Har bir baxtli hayot kechirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga ushbu kitobni o'qib chiqishni qalbdan tavsiya qilaman. Hammaga baxtli hayot kechirish nasib qilsin. Sog' bo'linglar.